Assalomu alaykum hammaga. Men bugun o'zimning uyimga o'rnatilgan katyolni ko'rsatmoqchiman. Aqlli katyol. Polsha garelka qo'yilgan. 25 kilovatligidan katyolning o'zi 35 kilovatlik. Xo'p, uyimiz polni topli pol bo'lgan, plus radiatorlari ham bor. Gradusini 35 gradusga qo'yib qo'yganmiz, katyolning gradusini. 34.9 ga chiqdi hozir. 35 ga chiqsa o'chadi. Ko'mirimiz xo'p, belolma ko'mirga qozoqda shibarkol ko'mirini aralashtirib yoqyapmiz. Chunki belolma shunday bo'lyaptiki, belolmani o'zi bo'lsa o'chib qolish, ko'mir yonmasdan o'chib qolish kuzatilyapti. Shuning uchun angren ko'mirni hokasini yoki shibarkolni ko'miridan aralashtirib yoqyapmiz. Mana hamda sal kattaroqlarini, tuxumdan kattaroqlarini ajratib olib qo'yapman qopdan. Nimagaki ko'mirda namlik bo'lib qolsa yoki bunaqa kattalari kelib qolsa, bunkerda mana bu yeri kichiraygani hisobiga mana shu yerga kattalari bir 6-8 tasi kelib qolsa to'sib qo'yapti tepadagi ko'mirlarni tushirmasdan. Shuning uchun kattaroqlarini ajratib qo'ydim. Qolganini mana shunga solib yoqyapmiz. Bugun 25-yanvar 2026-yil. Soatimiz 1 ko'rsatyapti. Obetdagi 1. Mana bunkerimizga 10 sm kam qilib ko'mirlarimizni sovib oldik. Katyolimizni ichlarini polni tozalab ana yonishi. Katyolimizni ichlarini polni tozalab ko'rib oldik mana orqalarini ham. Tozalab, demaxotlarini ham urib qoqib. Bu nima uchun? Mana bitta to'ldirib turib, bitta yoqdik. Misol shu bitta to'ldirganimiz necha kunga yetadi? Bunga 120 kilo ko'mir soldik, 120 kilo. Mana shu qop 40 kilodan. Mana oq qopdagilar shibarkul. Mana ichi ko'rinib turgan qopdagilar belolma ko'mir. Hammasi 40 kilodan. 3 qop soldik va shuncha bo'ldi. Hozir bu yana 20 kilocha atrofida olar ekan. 120 bo'lsa 140 kilolar atrofida ko'mir eltar ekan. Hozir biz 120 kilo soldik. Shu 120 kilo ko'mir necha kunga yetadi? Keyin necha kunda qancha kul chiqadi? Mana shu aralashma ko'mirimizdan shularni sinab o'tamiz. Bugun 1-kun biz boshladik. Joyimiz hozir bu tomonlarni ko'rsatib o'taman. 110 kvadrat bu tomonda topli pol bor. Keyin plus 7 tamikin har xil razmerdagi radiatorlar bor. Mana montajimiz mana bu yerdan kirib ketgan. Topli polga ham radiatorlar alohida luchovый sistema bo'lgan. Keyin ochiq расширительный bachok ham qo'yib qo'yganmiz. Mana shu yerda bitta xonamiz tayi podvalli. Shu yerda bitta radiator samotok bo'lgan. Keyin mana bu eski hovlimizdagi ikkita xonamizda ham topli polni qo'shib ulab o'rganmiz. Mana bu yerdan kirib qaytib chiqqan. Mana shu tomonda bu eski hovlimiz. Hozir bu yerda o'tirganimiz yo'q. Faqat kunduzi bu yerda oshxonamiz bor. Bolalar bu yerga chiqib shu yerda o'tiramiz kunduzi. Evet. Mana shu yerda hop 9 ga 3,5
9 ga 3,5. Salkam 30 kvadrat plus minus topli pol bor. Shu yerda ham qo'shib ulaganmiz. Bu tomoni shu yangi qurilishimiz 110 kvadrat bag'da bor. Bitta 30, 140 kvadrat topli pol, keyin plus batareya. Hozir bu tomonlarni ham ko'rsatib o'taman. Mana biz nastroykamiz hop 35 ga qo'yilgan. Mana 35 gradusga qo'yilgan. 12 sekund ko'mir haydaydi. 1 minut dam olib uni yoqib oladi. Hop, ventilyatorimiz 30% ga qo'yilgan. Mana shunday nastroyka bo'lgan hozircha bizda. Mana tomonlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Mana shu hovlimiz. Mana bu xonamiz. Tagi podvalli, bet topli pol bo'lmagan. Bitta radiator bor. Mana bittamda kirish. Kirishda mana shkaf bor. Bu tomoni hammom. Tualet mana. Bet topli pol. Bu tomonimiz. Bu ota-onalar xonasi. Bitta adashmasam 50 ga 160 panelli radiator qo'yilgan. Shu samotok sistema. Issiq. Hop, narigi xonalarni ko'rsataman. Mana bu yerda kirish koridori ham topli pol, hammom ichi ham topli pol. Hop, narigi xonalar. Bu yerdan ham kirishimiz bor uyimizga. Ketdan darvozaxonadan ham kirish bor. Bu yerdan kiramiz. Kirganimizda koridor. Koridorda bitta 40 ga 1 metrlik bitta radiator. Bu tomonga yurganimizda bitta yana bitta 40 ga 1 metrlik radiator. Mana koridorda ikkita radiator. Oyoq taylarini uni kafel qilganmiz. Kirish koridorlarni mana bu oshxonamizni ham tayin kafel qilganmiz. Hozir mana xona harorati 24 gradusni ko'rsatyapti. Mana xona haroratimiz 24 gradus. Bu normalni. Xo'p. Svetlar yoqaydi. Mana bu tomoni bu darvozamizdan kirib kelish. Mana kirganda bunday hol svet lipillatib olar ekan. Mana kirganimizda birinchi bitta mehmonxonamiz va zalimiz. Zalimiz joylashgan. Zalimiz ham 360 ga 760 mi shunaqa. Bitta ozgina figurasi bor. TV zona. Bitta ham tayyor topli polda 50 ga 120 panelli radiatordan mana ikkita derazaga bittadan qo'yilgan. 1 2 ikkita radiator. Bittadan chiqqanimizda koridorda ikkita radiator. 4 ta bo'lyapti. Mana to'g'rida umumiy sanuzelimiz. Mana tahorati, rakavina, dush. Baytam topli pol. Bu xonamiz detskiy xona. Bitta ham bitta radiator bor. 60 ga 120 bitta radiatorda, keyin tagi topli pol.
Bet 330 ga 360 mikin shunaqa xona. Bo'yi ham 290 bo'yi balandligi uylardi. Xo'p, 4 ta radiator bo'ldi. Betdagi bilan 5 ta radiator bo'ldi. Bet o'zimizda spalniy bet. Buyerda ham bitta radiator bor. No ko'rinib turibdi. 50 ga 140 radiatordan bitta. 5 ta, bu bilan 6 ta bo'ldi. Keyin mana bu joyimizga kirganda bet oshxona. Kirishimiz oshxona. Bet 4 ga 4. Burchakda bunaqa figurasi bor. Oshxonamizda ham mana oyoq taglari kafil bo'lgan. Keyin plus 50 ga adashmasam 140. 50 ga 140 panelli radiatordan bitta qo'yilgan. Hozir ikkita zalda, ikkita koridorda 4 ta, bitta detskiyda 5 ta, bitta kattalar spalnisida 6 ta, oshxonadagi bilan 7 ta, narigi uydagi bilan 8 ta radiator, 110 kvadrat bitta, 30 kvadrat narigi hovlida, 140 kvadrat topli pol bilan 8 ta radiator. Shuncha joyda asha ko'rsatib o'tgan katyolim 35 kilovatlik katyol, 25 kilovatlik Polsha garelka qo'yilgan. Yoqayotgan ko'mirimiz qirg'iz qozoq ko'mirini aralashtirib yoqyapmiz. Xudo xolasa mana bugun 25-yanvar kunidan boshlab tekshirishni boshladik. Sizlar bilan birgalikda shu nech kunga yetadi, qanaqa effekt beradi, qanday yonishlari yo'q, hamma narsasi qurum to'lishlarigacha Xudo xolasa 3-4 kun shularni ko'rib o'tamiz. Mana bu kollektorimiz, radiatorlarning kollektori, mana luchovoy sistema bo'lgan. Mana obrotkamiz 35 qaytyapti obrotkamiz. Bu tomoni topli polni kollektori. Topli polni kollektori. Har bittasi yozib qo'yilgan. Dush, spalniy, mana oshxona, mehmonxona, yana detskiy, dush, hammasi yozib qo'yilgan. Xo'p, topli polimizda obrotkasi 37 mi 38 qaytyapti ekan. Mana. Bu hozir nimani uyimizda qurilishini ko'rsatib o'taman. Patologimizda mana patologdagi qoqishdan qoqay turgan paytdagi videosi bor. Shuni hozir o'rtaga qo'yib ketaman-da. Kırıcı ekan. Lo'ringlarchi. Güzel, ara alıştım. İyi, yorur musun? Bitsa ko'radi endi muxlislar. Patologda orasiga utiblit qilganmiz. Patologdan oldin o'sha to'sinlarning orasiga mineralniy vatadan tiqib ketganmiz. Nimagaki
issiqlik bilasizlar, issiqlik tepaga qarab yuradi. Shu issiqlik iloji boricha kamroq chiqib ketsin degan niyatda ana shu tepaga hamma xonalarga o'shanaqa uteplit qilib minovatadan tiqib ketganmiz. Hozir shu videoni orasiga joylab o'tib ketaman. Shunaqa qilishlaringni tavsiya qilaman. Uy qurib turganlarga endi maslahat. Boshimizdan o'tyapti. Misol uchun 5 yildan beri shu ish bilan shug'ullanib turgan bo'lsak, endi har xil sharoitlarni ko'ryapmiz, eshityapmiz. Odamlarda mana katyol rasxotini so'raydi. Hammada har xil rasxot bo'lyapti. Shuni biz uyda shu uteplitidan kelib chiqadi shu rasxot. Bu ham sabablardan biri. Shuning uchun iloji boricha uyda o'zida issiq ushlab qolish darajasini kuchaytirsak, shunda kamroq rasxot bo'lar ekan. Hozir misol uchun mana eshik derazalarda ham mana bizniki oddiy akfa bo'lgan. Bu termo bo'lsa yana ham boshqacha bo'ladi. Misol uchun mana muzday hozir. Termo plasma, bali termo degan eshik derazalardagi yana ham sovuq o'tkazuvchanligi kam bo'ladi. Keyin mana divanyo 2 qavat qilganmiz oynalarni-yu, baribir termo bo'lgani yaxshi menimcha. Shu ham bitta sabablardan biri. Mana bu derazalarimizdan ham mana hozir mana quyosh tushib turibdi. Mana oynalar ham o'sha muzday basda. Mana profillar iliq. Mana bular iliq. Kechqurun yo kecha ko'rganimda shuni. Shunaqa muzday edi, shatdan bunday kesam shuni urib turadi-da. Bali xuddi shabada, muzday shabada uray turganday. O'shaning uchun shularga e'tibor berish kerak ekan. Shu biz shuncha rasxot qilamizda, shetiga kelganda jinday haligi nima deydi, rasxotdan qochamiz deydimi yo e'tibor bermaymiz deydimi. Hozir misol uchun men mana shu 110 kvadrat patologimga narigi uyda ham qo'shsak 130 kvadrat. Hozir men to'plab oldim 110 debman. Yetti 130-135 kvadrat patologga 3 million so'mlik mana shunaqa mineralni vata rasxot qildim. 3 million so'mlik. Bu 3 million so'mda endi har yili 1 tonnadan ko'mir ekonom qilib bersa ham menga 3 yilda pulim chiqib ketar ekan. Mashinaga sarflagan pulim 3 yilda. Qolgan vaqt menga shu uyim misol uchun 20 yil xizmat qiladimi, 50 yil xizmat qiladimi? O'sha qolgan misol 50 yil xizmat qilsa, qolgan 47 yili menga vashi ekonom bo'ladi. Hali bilinmaydi demoqchiman, shu boshidagi sarflagan nimamiz keyingi yillarimizga o'zimizga foyda. Hozircha bizda shular, hozir katyolimizni bitta qonishini bitta ko'raylik-da chiqib. Mana bu yerdan hovlimizga metdan ham kirish bor. Darvozaxonadan da kirganda metdan kirishimiz bor. Bu tarafda aylanib o'tganimizda mana bu yerga alohida bu yotoqxonamiz, o'sha ota-onalar yotoqxonasi alohida. Bu zinadan bu yoqqa kirish ham bor. Keyin bu o'zini kirishi ham bor. Mana hozir kat yo'limizni ko'ramiz. Mana ishlab turibdi. Mana xolasa padachimiz 37 37 bas.
30 bo'lsa, shu 32, 33lar adashmasam. Shunaqa ko'rsatyapti. Mana hozir katyolimiz o'shda 35 ga chiqib, mana shu belolma ko'mirda mana shunaqa ishlay bo'lib qoladi. Iloji yo'q, hammasida ishlay bo'ladi. Katyolimiz universal katyol hisoblanadi. Mana bu yerdan sveti o'chib yoki bu nima ishlamay qolganda bu yerga kattaroq ko'mirlardan yoki o'tin solib ham yoqib foydalansa bo'ladi. Mana shu eshigidan shunga mo'ljallangan. Hozir bu katyolimiz hozircha sinovda. Xudo xolasa sinovdan o'zimiz uyimizda sinovdan o'tkazib olsak, 26-yil sezonga shu katyoldan sotuvga chiqaramiz, xudo xolasa. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hali sizlar bilan birgalikda katyolimizni ko'rib chiqamiz. Keyingi qismlarda uchrashguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.